Ko'kcha masjidining yonidan uni qarab yurgan do'stlar bo'lsa, bu videoga hoziroq bitta like bosib, o'ziga tezda jo'natib qo'yinglar. Yaxshilab joylashib, choy, kofe damlab olinglar, ketqizgan vaqtinglar achimaysizlar. Mana uyimizni qaranglar, 2 sotu yer maydoniga juda ham chiroyli planirovkada akalarimiz uy qurib qo'yishgan. Tashqari tarafda bemalol bitta mashina sig'adigan parkovka qismi, ayniqsa men diqqatimni tortgan mana bu ziloniy zona. O'zining ichida avtomatik paliflarga ega chiroyli qilib daraxtlarni ekib qo'yishibdi. Olgan odam bundan-da chiroyli qilib gullarni ekib qo'ysa bo'ladi. Hamma yog'i tosh, mana mamutlar ham mramor toshlar qilingan, tepalarigacha toshlar qilingan. Uyimizda neoklassika, ana endi sizlar bilan birgalashib bu go'zal uyimizning ichini ko'ramiz. Qaranglar. Yo mashalloh, uyimizning fasadini juda chiroyli, kirganda odam bag'ridili yorishadi. Qaranglar, bu yerda ham bemalol tapchan uchun joylar ham ajratib ketilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa chiroyli ziloniy zona. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa uyimizning yozgi oshxonasi, yozgi oshxonamizda ham hamma sharoitliklar qilib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizning sanuzil qismi, o'zingizlar bitta baho berasizlar va okalar qaranglar. Sizlarni quruvchi akalarimiz unutmagan holda elektromobillar bo'lsa, zaryadga ham tashab ketilgan, avtomatik darvozalar ham qo'yilgan. Uyimizda полностью kamera naблюдения bilan 24/7 xavfsizlik tomonlama hamma jihatga javob beradigan uy bo'lgan. Uyimizda 3 etaj, yashash maydoni 270 kvadratni tashkil qiladi. Ha aytgancha, har bir sinfi ichida spiral o'rnatilgan, ya'ni qishda qarxoton sovuqda qotib qolsa, bitta pult orqali yana muzlarni eritib olsanglar bo'ladi. Ana endi tayyormisizlar? Bu go'zal uyimizdan sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Uyimizning kirib kelish hol qismiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Quruvchi akalarimiz har bir metrini hisob-kitobini olishgan. Qaranglar, bu yoqni olgan odam mehki zona qilib qo'ysa, televizorlar, Wi-Fi'larga joylar tashab ketilgan. Bu esa domofon uchun ajratilgan datchikimiz va koroslar, shkaflar yasattirib qo'yilgan. Kiyim va oyoq kiyim ilish uchun joylar qilib qo'yilgan. Kirishinglar bilan sizlarni mana shunaqa xrustanli lyustralar qilib qo'yadi va eng yoqqan tarafi, qarang, zinani ham kengligini ko'rasizlar. Juda ham keng. Bemalol 2 kishi sig'adigan darajada zinaning kengligi. Menga shu taraflama ham yoqdi. Ana endi kelinglar sizlarni birma-keta xonalar bilan tanishtirib chiqaman. Bu esa uyimizning zal qismi bo'lyapti. Bu yoqda eshik tashab ketilgan, ya'ni sirkulyatsiya uchun chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, zalimizdan ranglarni ko'rasizlar va har bitta xonada mana shunaqa datchik o'rnatilgan. Bu datchik orqali uyimizning tepli polini boshqarsanglar bo'ladi. Ya'ni podvalga tushib, yugurib chiqib o'tirmaysizlar. Birgina mana shu datchik orqali xonani haroratini boshqarsanglar bo'ladi. Va eng katta pluslardan biri, har bitta xonada mana shunaqa konditsioner o'rnatilgan. Bu uyga xarid qilar ekansizlar, bu uyga konditsioner umuman qo'yishinglar shart bo'lmaydi. Ana endi ko'proq sizlar bilan ayollarimiz vaqtini o'tkazgan oshxonaga kirib kelar ekanmiz. Oshxonaga kirishinglar bilan sizlarni mana shu oshxona mebellari bitta diqqat e'tiborlarini tortadi. Nimaga desanglar, krashini oppoqqina ko'rasizlar. Podsetniklari va eng asosiysi aytaymi, nemetskiy apparatura yig'ilgan, tayyor qilib qo'yilgan. Ayollarimiz yoqqan bo'lsa, shundoq like qizartirib qo'yasizlar. Panorama oyna, sizlar orzu qilganingizdek shundoqqina yoruvchi turadi. Bu yerda oila davrasida o'tirish uchun joylar yetarlicha mavjud. Va bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimizda uchun ajratilgan sanuzel, o'zidan qarab, quruvchi akalarimiz juda ham did bilan qilishgan. Bu esa bizning birinchi etajimizda uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonamizdan ham bu yoqda sirkulyatsiya uchun joylar tashab ketilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, o'zining ichida sanuzellargacha tayyor holda turibdi. Mana eshikdagi o'zingizga bitta baho berib qo'yasizlar, juda ham sifatliligi va qalinligini ko'rib turibsizlar. Ana endi sizlar bilan birgalashib bu go'zal uyimizning ikkinchi etajiga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa uyimizning ikkinchi etaji. Menga bu uyimizda tanlangan ranglar juda ham yoqdi. Chunki ishdan kelganingizda hamma joyi oppoq, ko'zinglarni hech qanaqasiga o'rtmaydi. Qaranglar, ikkinchi etajga chiqishimizdan mana shunaqa xuddi shu birinchi etajdagi hol mavjud. Bu yerda ham mehki zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Televizorlarga joy tashab ketilgan. Bu yerda ham oila davrasi o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa terrasa qismi ham bor. Qaranglar. Terrasasi ham juda ham keng va bu uyimizning pluslaridan bittasi kattagina panorama oyna qo'yilgani hisobiga bu xonalarni полностью quyosh yorug'i shundoqqina har bitta xonaga tushib turibdi. Ko'rasizlar, qanaqa yorug' turibdi. Kelinglar endi zinadan chiqib ko'rishlik birinchi xonani ko'rsatib beraman. Bu bizda master spalning o'zining ichida sanuzellargacha tayyor holda turibdi. Va o'zining xonasi. Ko'rasizlar, xonadagi ranglargacha e'tibor berishgan akalarimizni rang tanlashda juda ham to'g'ri qaror qilishgan. Chunki yotoqxonadagi rangni ko'zga ortmaydigan rang bo'lishi kerak. Ishdan odam charchab kelganda to'q yoki juda ham och ranglar ham ko'zni ortadi. Bu yerda ko'rasizlar, o'rta neytral ranglar tanlangan. Va bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yoqda bitta bolalar yotoqxonasi. Ko'rasizlar, ikkinchi etajimizda naqd 3 ta yotoqxona bor. Har bitta xonaning o'zining ichida tepli polli datchiklari o'rnatilgan. Bu esa ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel.
Va uyimizni umumiy hisobda oladigan bo'lsak, yashash maydoni 270 kvadratni tashkil qiladi. 3 etaj полностью теплый pol. Bu yerda ham mana oynalar korosli, har tomonlama o'ylab chiqishgan, ya'ni havo aylanishini, sirkulyatsiyasini va korosli. Bu yerda ham konditsionerlari bor. Podvalga keladigan bo'lsak, podval qismimizda ham yetarlicha xonalar mavjud. Xohlasangiz sport zal, xohlasangiz kinozal, o'sha olgan odam o'zini xohishi, istegiga ko'ra xonalarni bo'lib olsa bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimizda Shayxontohur rayoni Ko'kcha mahallasida joylashgan. Shundoqqina Ko'kcha masjididan 500 metr kirganda mana shu go'zal uyimiz sizni kutib turibdi. Maktab, bog'cha, magazindan boshlab hammasi mana shu 1 kilometr radiusiga ega. Hammasi bir qadam sizlarning uyinglarning yonida bo'ladi. Egalar raqamini pastda yozib qoldiramiz, ulgurib qolinglar. Xonadonlar soni chegaralangan, narxi juda ham chiroyli narxda qilib berishyapti. Pastda egalarining raqamini yozib qoldiramiz. Ko'kchadan uy qarab yurgan do'stingizga bu videoga bitta like bosib, tezda o'ziga jo'natib qo'ying.